Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun Resolum Arena programmasini usturovka qilishni ko'rsatib beraman. Bu Resolum Arena programmasi patch versiya, ya'ni mod versiya, ya'ni pulli versiya emas, bepul. O'shaning uchun buni usturovka qilib olish uchun birinchi sketch bo'lgan fayllarni рабочий stolga saqlanib qolamiz. Saqlanib qilib bo'lganimizdan keyin usturovka bo'ladigan usturovchining fayl bor. Mana print installer degan. O'shanga kirib, uni usturovka qilib olamiz birinchi o'chirtda. Undan keyin bu Resolum Arena patch versiyasi 2 yil, 3 yilgacha ishlab beradi. Bu mod versiya, ya'ni pulli versiya emas, lekin hozir yangi chiqqan pulli versiyalari bundan ancha-muncha takomillashgan, ancha ko'p funksiyalari bor. Maslahatim, pulga sotib ishlatgan ma'qul. Buni ham ishlatib yursa bo'ladi. Masalan, LED ekran, projektor, bu unaqa ko'p funksiyasi bo'lmasa ham ishlatsa bo'ladigan oddiyroq. Agar katta konsert, tadbir, kattaroq ish bo'ladigan bo'lsa, pulli versiyani ishlatgan ma'qulroq. Bu chunki agar kuchsizroq kompyuter bo'lsa, bu otib yuborishi mumkin. Shunda tadbir bo'lyapti, konsert bo'lyapti. Shunda chiqib ketsa, tamom ekran o'chadi, LED ekran, hamma projektor, hammasi o'chib qolishi mumkin. O'shaning uchun pulli versiyani ishlatgan ma'qul. Usturovka bo'ldi, kiramiz. Har doimgidek kirganingizda bu pul so'raydi, ya'ni mana update qil deb Resolum Arena o'zini logotipini chiqarib turadi. Xo'sh, sketch saqlanib qo'ygan faylimizdan ikkinchisiga kirib olamiz. Mana registrationga kirib, bundan offline registrationni bosib, mana bu yerda o'zini kodi bo'ladi. Shuni kopiya qilamiz-da. Hozir kirgan programmamizga start qilib, bundan generate, ya'ni shu pulli programmani bepul qilish uchun bu ruxsatnoma, litsenziya yasab beradi. Soxta litsenziya yasab beradi bu. Haqiqiy emas, prosta soxta shu litsenziyani o'qitib olishimiz uchun. Endi bizda Resolum Arena'ning o'zini ofitsialniy anaqasi bor. Fayli bor. O'shani tashlab olishimiz kerak. Buni copyright qilamiz-da, bunga vставить qilamiz. Faqat vставить qilganda properties fayl qilmang, dominate qilish kerak. Dominate qilsangiz, o'shanda o'xshaydi bu narsa. Endi o'sha kiramiz. Hozir tashlagan faylimizga tepadan arena, undan keyin registration, bo'yi soxta litsenziya dedim bu. O'shani kiritaveramiz. O'shanda xudo xolasa o'xshash kerak. Bu holat 99% holatga o'xshaydi bu narsa. O'xshamay qolish ehtimoli juda ham kam. Faqat internetni o'chirib qilish kerak bo'ladi bu narsa. Internet yonuv holatda qilinsa, ba'zida o'xshamay qolish mumkin, lekin ko'p holatda o'xshaydi bu narsa. Xuddi shu ketma-ketlik, adashib ketmanglar. Ko'rib, o'rganib qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar. Faqat yaxshi yo'llarda ishlatinglar bu patch versiyani, bu mod versiyani. Maslahatim anaqa. Pulli versiyaga o'tishinglarni maslahat beraman. O'shani sotib olganinglar tinch. Sog' bo'ling.